va. Qaytib bu ishni qilma, shundaymi Maras? O'rtag'ingga emas, men xo'jayinimga va'da berganman. Men tirikchilik qilyapman, halol mehnat qilyapman. Maras, seni bir hafta qantarib mashta seni. Avtoga chiniqtirib Maras. Yo'q. Avtoga bir hafta qantarib boqaman. Sud. Mash zakda chiriysan sen. O'rtag'ingni ham olib kelasan. O'rtag'ingni ham chaqirasan mana shu yerda. O'rtag'ingni olib kelasan. O'sam tak tumuring bilan jog'ing tushiraman. Seni kim boshladi mana paykarim? Kim boshladi? Sherigin necha kishilar? 2 kishimiz. Larini bitta pachaqlayman. Sherilarni ham olib kelasan. Hammasini topasan. Bir hafta chiraysan mana shu kelgungacha. Tushundingmi? Meni qo'yib yuboring akajon, sherigimni olib kelaman. Jon akajon qo'yib yuboring. Iltimos. Bu sheriga qaytib oldik. Qo'nlar ham ko'p. Maras qo'nga hujum qilishi mumkin. Meni qo'nlarim ham juda chiroyli bo'lyapti. Hali xo'jayinga bir soqa qilib beri. Qorinam ochib tamtasini. Obunovat. Mana shu oxirigacha fillar qabristonigacha meniki. Sherigini ushayman, itni etalayman. Qonni ochgandir, mana yeysan. Bir qultum suv ham bermayman men. Yo'g'on, bilmaysan? Suvmi? Mana shu. Mana. O'ysan? Güzel? Bu. Mana o'g'rilik jazosi. Понятно? Sherigin chaqi, suv ichasanmi? Mana. G'iyos! To'g'ri Zakirodning egasi ushab oldi. Muxtorjonni qutqarishimiz kerak. Qo'lga tushdi. Tejashimiz kerak, qutqarishimiz kerak. Aka do'stim. Papraton, kafega boraylik. Tarozma olib berim. Apchikalar olib berim. Qachon ko'rishamiz? Maxfiratchi. Maqti, Boris paytgallarimda soqqani qilyapti. Xo'jayin yo'q, rosa sotyapti. Qaysi kafe? Qornim och. Qo'yor do'stim. Adilmi? Ikki kun ovqat yemadim, qiynalmaymanmi do'stim? Shunchalik qiynadimi? Alamingni ol undan. Mana po'chog'ing. Mana suv. Battar bo'l.
Mahfirat bilan endi men gaplashaman. Javob bermayapti qorovul. Qayerda qoldi ekan u? Ha, kapada quvlayib mana maza qilib. Qayerda qoldi ekan endi? Nima bo'ldi senga? Turay, ichib olganmisan sen? Tur o'rningdan. Nima bo'ldi? Ichib olganmisan? Nima bo'ldi senga? Paykalingiz boshingizdan qolsin. Paykalingizni qo'riqlayman deb 10 kishidan kalta yeyapman. Kayfangiz qo'y. 100 ming so'm tutibman. Jonimni yo'qotdim. Do'stlar, sizlarning kayfiyatlaring ko'tarish maqsadida qisqa chiroyli qilib videolar qilyapmiz ona qishlog'imizda. Do'stlarimiz uchun biz sizlar bilan qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarga chin dildan spasiba. Keyingi yangi seriallarda ko'rishguncha albatta adush chiqaramiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar.